Qiziqarli atomiy marketing rejasi. Assalomu alaykum. Biz Atomidan Qiziliston Vudi hamda Oqquscha bo'lamiz. Atomining mahsulot konsepsiyasi bu ommaviy oliy sifatli mahsulotlar messengerdir. Messenger so'zi ommani anglatuvchi emas va oliy sifatli mahsulotni bildiruvchi prestige product so'zlar birikmasidan hosil bo'lgan. Atomi bu mutlaq sifatli mahsulotlarni mutlaq hamyonbop narxlarda yetkazib beruvchi ommaviy oliy sifatli mahsulot strategiyasi orqali iste'molchilarni yaxshi va arzon mahsulotlar bilan ta'minlash hamda tarmoqli marketingi deb nomlangan tovar aylantirish usuli orqali tadbirkor sifatida muvaffaqiyatga yetaklab birgalikda rivojlanayotgan kompaniya. Orangizda Atomi biznesi bilan chin ma'noda shug'ullanmoqchi bo'lganlar mahsulotlarini sotib olib, foydalangandan keyin hisobga pul qanday tushishi bilan qiziquvchilar ham bor. Keling, hozir biz yaxshilab kerishib olamiz. boshingizni ham bir bor aylantirib bo'lgach, endi birgalikda Atomining qiziqarli marketing rejasi bilan tanishib chiqamiz. Qani olg'a! Atomiga a'zolik ro'yxatidan o'tish. Atomi mahsulotlarini sotib olmoqchi yoki biznes boshlamoqchi bo'lgan har bir kishi alohida a'zolik to'lovisiz Atomini tanishtirgan shaxs orqali veb-saytga a'zolik ro'yxatidan o'tishlari mumkin. Ro'yxatdan o'tish bilan birga bir vaqtda homiy, ya'ni Atomini sizga tanishtirgan odamga tegishli quyi tarmoqqa yozilasiz. Shuningdek, siz tanishtirgan a'zoni esa o'zingizga tegishli quyi tarmoq guruhiga yozdirib qo'yishingiz ham mumkin. Bunda siz o'zingizga markazlashgan holda kichik guruhni chap, o'ng taraflarda bittadan yarata olasiz. A'zo bo'lsangiz, siz ikkita asosiy imtiyozga ega bo'lasiz. Birinchi imtiyoz: sifatli mahsulotni arzon narxga sotib olishingiz mumkin. Xususan, asosiy mahsulotlarni ko'rib chiqsangiz, bittadan 4 tagacha bo'lgan to'plamda xarid qilganda narxi eng arzon bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Atomi mahsulotiga PV deb ataluvchi ball biriktirilgan bo'lib, ularni har safar xarid qilganingizda to'planib boradi. Va siz yiqqan ballar esa yo'q bo'lib qolmasdan butun umr davomida yig'ilib turaveradi. PV atamasi inglizcha point value so'zining qisqartmasi bo'lib, ballar xarid shartlariga muvofiq mahsulotlarga beriladi va a'zolarning foyda taqsimot shartlarini aniqlash mezoni sifatida ishlatiladi. Shuni e'tiborga olingki, agar siz a'zoligingizni yo'qotsangiz, PV ballari ham yo'qoladi. Xavotir olmang. 1 yil davomida faqat bittagina tish cho'tkasini xarid qilsangiz ham a'zoligingizni saqlab tura olasiz. Ikkinchi imtiyoz: to'lov pulini taqdim etamiz. PV ballar tegishli pastki guruhda ham paydo bo'ladi va menda to'plangan PV ballar shaxsiy sotuv ballari deb ataladi. Tegishli pastki guruhda hosil bo'lgan ballarda sotuv hajmi katta bo'lsa, katta savdo ko'rsatkichi, kichik bo'lsa, kichik savdo ko'rsatkichi deb nomlanadi. Ayni paytda o'zingizning shaxsiy sotuv ballaringiz hamda tegishli guruh PV ballariga ko'ra a'zolik darajasi belgilanadi. Shunda a'zolik darajasi to'lov pullarini taqsimlash uchun mezonga aylanadi. Ammo shuni yodda tutingki, siz to'plagan PV ballar 10 ming yoki undan ko'p bo'lganda tegishli pastki savdo ko'rsatkichlari to'plana boshlaydi. Demak, endilikda a'zolik darajasi bilan tanishib chiqamiz. A'zolik darajasi. Rasmga qarasangiz, sizning savdo aylanmangiz PV balliga ko'ra a'zo, agent, maxsus agent, dealer va eksklyuziv distributor kabi jami 5 ta darajaga bo'lingan bo'lib, sizning savdo aylanma PV balli kamlik qilsa ham, o'tgan oy eng kichik savdo ko'rsatkichlariga ko'ra ham oddiy a'zo darajasi agent darajasiga, agent esa maxsus agent darajasiga, maxsus agent mos ravishda dealer darajasiga, dealer esa eksklyuziv distributor darajasiga ega bo'lishi mumkin. A'zolik darajasi haqida bilib olgan bo'lsangiz, endilikda to'lov pulini taqsimlash shartlariga mos kelishingizni aniqlab olishingiz mumkin. To'lov taqsimlash turlariga homiylik uchun kompensatsiya to'lov, masterlik darajasi uchun to'lov, ma'lum masterlik darajasiga erishganlik uchun bir martalik rag'batlantiruvchi to'lov, malaka markazi faoliyatini yuritganlik uchun to'lovlar kiradi. Agar siz chet elda biznes qilishni istasangiz, u holda Atomi veb-sayti orqali har bir mamlakat uchun zaruriy bo'lgan shartlarni tekshirishingizni so'raymiz. Homiylik uchun kompensatsiya to'lovi.
Rahmat. Atomini boshqalarga tanishtirganingiz evaziga kompaniya iqtisod qilgan reklama xarajatlarini o'zingizga qaytarib beramiz. Atomini tanishtirib, o'zingizning quyi tarmoqlaringizda Atomi mahsulotlaridan sevib foydalanuvchilar ko'paygan bo'lsa, homiylik uchun kompensatsiya to'lovi olishingiz mumkinligini tekshirib ko'ring. Homiylik uchun kompensatsiya to'lovi har kuni yopiladi va har bir daraja uchun o'z sotuv aylanmasining PV ballari, shuningdek, kun davomida hosil qilgan chap va o'ng tomonlardagi savdo aylanmasining xaridlar miqdori kam bo'lgan tarafining xarid ko'rsatkichlariga asoslangan holda ajratiladi. Misol uchun, bugun sizning a'zolik darajangiz agent bo'lsa, chap va o'ng har bir tomonda 300 ming PV ball bo'lgan bo'lsa, 7-darajaga 15 ball ajratiladi. Men hali 300 ming PV ballga yeta olmadim. Shunda ball ola olmaymanmi? Yo'q, unday emas. A'zolik darajasida bo'lsangiz ham, quyi tarmoq a'zolaringizni ko'paytirib, xaridlar miqdori kam bo'lgan tarmoq tarafingizning ko'rsatkichi 300 ming PV balldan ko'p bo'lsa, 8-daraja bilan 5 ball taqsimlab beriladi. Juda ajoyib-ku. 3 oy, 6 oy, 1 yil. Vaqt o'tgan sayin nafaqat men, balki Atomidan foydalanuvchi iste'molchilar ham ko'paysa, ko'rib turganingiz kabi sizning darajangiz oddiy a'zo bo'lsa 8-daraja, agent 7-daraja, maxsus agent esa 6-daraja, dealer 5-daraja, eksklyuziv distributorda esa 4-darajadan 1-darajagacha kundalik hosil bo'lgan savdo aylanmasiga asoslanib ballar taqsimlanadi. Va eng maksimal ball 1-daraja uchun eng yuqori chegarasi 300 ball bilan tavsiflanadi. Mana shu ballar pulga aylantirib, to'lov puli to'lab beriladi. Unday bo'lsa, to'lov sanasi qachon bo'ladi? Har hafta chorshanbadan boshlab kelayotgan yangi haftaning seshanba kuniga qadar bir hafta davomida hosil bo'lgan ballarni to'plab pulga chaqirgach, undan keyingi haftaning seshanbasida ro'yxatdan o'tgan hisob raqamiga o'tkazib beriladi. Koreyadan tashqari boshqa mamlakatda Atomi biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar esa har bir davlat uchun belgilangan to'lov sanasi har xil bo'lishi mumkinligini inobatga olib qo'ying. Masterlik darajasi uchun to'lov. Atomida 7 xil masterlik darajasi mavjud. Masterlik darajasi uchun to'lov mana shu darajaga erishganingizda taqdim etiladigan to'lov turi bo'lib, har oyda taxminan 15 kundan bo'lib, 2 marta yopish vaqti bo'lgani tufayli har oy 2 marta erishish uchun imkoniyatga ega bo'lasiz. Atomida masterlik darajasini doimiy ravishda saqlab turish bo'yicha majburiyat va darajaga ko'tarilish uchun chegaralangan muddat ham mavjud bo'lmaganligi bois, a'zolik darajangizni saqlay olsangiz, xohlagan vaqtingizda masterlik darajasiga ko'tarilish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Faqat har bir masterlik darajasiga erishish shartlari turli xil bo'lgani uchun, albatta, rasmiy veb-saytimiz orqali tanishib chiqing. Nihoyat sizning darajangiz maxsus agentga aylangach, oyning 1-dan 15-sanasigacha yoki 6-dan oxirgi kunigacha taxminan 15 kun davomida hosil bo'lgan kichik guruhning savdo aylanmasi PV ballning yig'indisi chapda 2,5 million PV, o'ng tarafda 2,5 million PV ballga yetganda birinchi masterlik darajasi bo'lmish Sales Master darajasiga erishasiz. Mehnatning tagi rohat deganlaridek, ilk daraja Sales Master darajasi Atomida juda ham muhimdir. Ketma-ket ravishda Sales Master darajasi bo'yicha shartlarni bajargan a'zo Automatic Sales Master deb nomlanadi va bunday a'zolar deyarli muvaffaqiyat ostonasiga yetib kelishdi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Xo'sh, birinchi daraja Sales Master haqida bilib olgan bo'lsangiz, keyingi daraja uchun ko'tarilish mezonlarini tushunish oson bo'ladi. Agar Sales Master o'zining har bir quyi tarmog'idan 2 tadan a'zoni Sales Master darajasiga yetishtira olsa, unda ushbu a'zo Brilliant Masterga aylanadi. Agar Brilliant Master o'ziga o'xshash har bir tarmog'ida yana 2 tadan Brilliant Masterni yetishtirsa, Sharon atirguli Masteriga aylanadi. Xuddi shunday usulda o'ng va chap quyi tarmog'ingizning har birida 2 tadan odamni yetishtira olsangiz, keyingi darajaga ko'tarilasiz. Oho, oson ekan-ku. Unda to'lov pullari qachon to'lanadi? Yopish sanasi tugashi bilan bir vaqtda masterlik darajasiga erishilsa, kompaniyaning umumiy savdo hajmi PV ballidan 20% ni masterlik darajasi shartiga ko'ra 10 kishiga teng taqsimlanadi va oxirgi yopish sanasidan boshlab 7-kuni masterlik darajasi uchun to'lov puli to'lanadi.
Koreyadan tashqarida chet davlatda atomiy biznesi bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar esa har bir davlat uchun belgilangan to'lov usuli farq qilishi mumkinligini inobatga olib qo'ying. Shuningdek, ma'lum masterlik darajasiga erishganlik uchun bir martalik qo'shimcha to'lov ham taqdim etilishini ham unutmang. Ma'lum masterlik darajasiga erishganlik uchun bir martalik rag'batlantiruvchi to'lov. Savdo masteriga aylangan bo'lsangiz, Atomining mashhur mahsulotlaridan biri bo'lmish ZFM, Hemohim va 4 xil turdagi parvarishlash vositalari jamlangan to'plamlar taqdim etiladi. Brilliant master darajasiga ko'tarilgan bo'lsangiz, sizga bitta notebook yoki unga tenglashtirilgan elektron moslama, bittadan ZFM, Hemohim va 4 xil kechki parvarishlash vositalari jamlangan to'plamlar taqdim etiladi. Sharon atirguli masteriga esa yaqin oila a'zosi bilan birgalikda xorijga 2 kishilik 3 kecha-yu 4 kunlik sayohat chiptasi va naqd pul 2 million Koreya voni. Star Masterga esa yaqin oila a'zolari bilan birgalikda 4 kishilik 3 kecha-yu 4 kunlik xorijga sayohat chiptasi va naqd pul 10 million Koreya vonini taqdim etamiz. Royal Masteriga aylansangiz, yaqin oila a'zolaringiz bilan birgalikdagi 4 kishilik 10 kecha-yu 11 kunlik xorijga sayohat chiptasi, o'rtacha kattalikdagi avtomashina uchun ijara pulini ham taqdim etib, korporativ bank kartasidan oyiga 2 million Koreya vonidan foydalanish huquqi hamda naqd pul 50 million Koreya voni to'lab beriladi. Crown Masterga ko'tarilganingizda yaqin oila a'zolari bilan birgalikdagi 4 ta 10 kecha-yu 11 kunlik xorijga sayohat chiptasi, katta furgon avtomashinasi uchun ijara pulini ham korporativ bank kartasidan oyiga 5 million Koreya vonidan foydalanish huquqi 300 million Koreya voni. Imperial masterlarimiz uchun esa yaqin oila a'zolari bilan birgalikdagi 10 kecha-yu 11 kunlik 4 ta xorijga sayohat chiptasi, katta furgon avtomashinasi uchun ijara pulini ham taqdim etib, korporativ bank kartasidan oyiga 10 million Koreya vonidan foydalanish huquqi hamda naqd pul 1 milliard Koreya voni to'lab beriladi. Malaka markazi faoliyatini yuritganlik uchun to'lov. Kompaniya tomonidan ma'qullash jarayonidan o'tgandan so'ng to'g'ri ta'lim va biznesni qo'llab-quvvatlash uchun Atomiy markazini ochganlar tegishli davr mobaynida har oy 2 martadan markazga mansub a'zolarning umumiy savdo PV ballining 6% ga teng miqdorda pul olishlari mumkin. Qoyil. Endi sizlar qilishingiz kerak bo'lgan ish bu yaxshi va arzon bo'lgan Atomiy mahsulotlarini atrofingizdagilarga yetkazib, Atomiyning muvaffaqiyat tizimini bir kunlik seminar, Muvaffaqiyat akademiyasi kabi seminarlarda muntazam qatnashish orqali muvaffaqiyat sirlaridan voqif bo'lib boring. Hozirgacha siz bilan barcha a'zolarimizning muvaffaqiyatini tilab qoluvchi Qizilishton Woody va Oqqushcha bo'ldi.